So'nggi bahor. Muallif Barchinoyim. 10-qism. Yodgorshah atrofga qarab hech kim yo'qligiga ishonch hosil qilgach, asta tokzor orasidan o'tdi. Tuproq nam, oyoq ostida barglar g'irt degan ovoz chiqardi. Lekin Yodgorshah ehtiyotkor bo'ldi. Devor tagiga yetgach, toshlar orasidan sirg'alib o'tdi. Tor yo'l hali ham joyida edi. To'rt bukilib yurib, orqa hovli tarafga chiqdi. Saroy hovlisi jim. Faqat uzoqda navbatchi askarning qilichiga tushgan oy nuri milt etib ko'rindi. Askarlar qilichini yelkasiga tirab yurar edi. Hovlining o'rtasidagi favvora suvi ham to'xtab qolgan edi. U bir zum atrofga quloq soldi. Hamma uxlayotganga o'xshardi. Yodgorshah sekin yurib tanish yo'laklar oralab bordi. Hovlining chetida ilgari Bahora bilan yashagan hovlisiga bordi. Ammo u yerga borganda yuragi qinidan chiqib ketdi. Eshik ochiq, ammo xona bo'sh edi. U ichkariga kirdi. Hech narsa yo'q. Devorlariga chang yopishgan. Faqat baxmal parda turar edi. Yodgorshah chuqur nafas oldi. "Yo'q, bu yerda emas", dedi past ovozda. U asta orqaga qaytdi. Endi qayerga borishni ham bilmas edi. Ilojsiz holda saroy bog'iga chiqdi. Bog'da yaproqlar to'kilib, shamol ularni yer ustida harakatlantirib turar edi. U bir muddat shu yerda to'xtab qoldi. Yuragidagi og'riqni bosolmas edi. Ich-ichidan vahima Yodgorshahni egallashni boshladi. Shunda yuqoriga qarab, 2 qavatli saroy ayvonlariga ko'zi tushdi. Hamma eshiklar bek, faqat bittasining eshigi ochiq edi. Eshik ichidan noaniq nur chiqib turar edi. Yodgorshahning yuragi juda tez ura boshladi. "Bahora", deb ichida pichirladi. U shu yerda bo'lishi kerak. Xudoyim, ishqilib hissiyotlarim aldamagan bo'lsin. Yodgorshah tavakkal qilishga qaror qildi. Saroy devoriga yaqinlashib, panjaradan ushlab asta yuqoriga tirmashdi. Devor sovuq, ammo qo'li sirg'anmaslik uchun tosh orasidan mahkam ushlab chiqdi. Har bir harakatda yuragi yanada tez urardi. Pastga askarlar kelib qolsa, hammasi tugar edi. Nihoyat ayvon qirrasiga yetib bordi. Eshik yaqin. Ichkarida shamning xira nuri ko'rindi. U ovoz chiqarmaslik uchun sekin oyoqlarini ayvondagi gilamga tekkazdi. "Bahora shu yerda bo'lishi kerak", dedi ichida yana bir bor takrorlab. Yodgorshah tavakkal qilib ayvon eshigidan sekin ichkariga qadam qo'ydi. Xona havosi iliq edi. Devor burchagidagi temir pechka ichida olov chirsilab yonar edi. Havoda yoqilgan yog'ochning hidi, issiqlik va ozgina tutun aralashgan edi. Ammo bu issiqlikka qaramay eshik tomon ochiq, ayvon orqali sovuq shamol kirib turar edi. Oy nuri oq pardalar orasida sirg'alib xona ichiga tushar. Gilam ustida oppoq nur yoyilgandi. Shu nurning o'rtasida Bahora jaynamoz ustida o'tirar edi. Qiz titrab yig'lardi, sovuqdan qaltirardi. Boshini jaynamozga egib dildan duo qilardi. Ovozi past, lekin yurakdan chiqayotgan edi. Qiz Xudoga ovozini chiqarib yalinardi. "Ey Parvardigorim, agar bu yurtni, bu saroyni, bu og'riqli hayotni tark etishim mumkin bo'lsa, meni ozod qil. Yodgorshahni yana ko'rish nasib qilsa, shu tunning o'zida Azroil jonimni olsa ham roziman. Faqat Yodgorshahni sening jannatingda ko'rish nasib qilsin. Sendan o'tinib so'rayman." Bahoraning ovozidagi dard, iztirob Yodgorshahning yuragini tilka pora qildi. U shu so'zlardan keyin o'zini boshqara olmay qoldi. Shahdam qadamlar bilan Bahoraning yoniga borib, qizni quchoqlab oldi. Ko'zlaridan yosh oqib chiqdi. Bahora cho'chib boshini ko'tardi. Dastlab kimligini taniy olmadi. Oy nuri yuziga tushganda Yodgorshahning ko'zlaridagi yosh yalt etib ko'rindi. Bahora bir zumda titrab ketdi. Uni quchoqlab olgan erkak u kutgan va sog'ingan eri Yodgorshah edi. "Yo, Yodgorshah", dedi Bahora ishona olmay. Bu rostmi?" Yodgorshah Bahora baland ovoz chiqarib yig'lab yubordi. Ammo darhol Yodgorshah qizni lablaridan bo'sa olib jim qildi. "Ha, bu menman. Bari rost. Hozir qarshingda tirik turibman men", dedi Yodgorshah ovozi titrab. "Men seni sog'indim, Bahora.
Bahoraning yuzini ko'z yosh yuvardi. U bir lahza joyidan qo'zg'alolmadi. Go'yo tush ko'rayotgandek edi. So'ng asta joyidan turib, bir qadam oldinga yurdi. Chindan tirikmisiz? Yoki men aqldan ozdimmi? Yodgor shoh, sizni o'ldi deb aytishgandi, dedi ovozi qaltirab. Yodgor shoh boshini chayqadi. Men tirikman. Azimxon sabab omon qoldim. Bahora bir zum jim qoldi. Ko'zlarida oy nuri aks etardi. U qo'llarini yuziga bosib, yana yig'lab yubordi. Yodgor shoh Bahorani ahvolini tushungan holda qizni to'xtatmadi. Shunchaki Bahorani quchoqladi. Yodgor shoh qizni yana qattiqroq quchoqladi. Men seni bu yerdan olib ketaman, dedi qat'iy ohangda. Qanday bo'lmasin seni qutqaraman. Ha, ketaylik, uzoqlarga qochib ketaylik. Bir yo'li bor, dedi Yodgor shoh. Meni ortimdan quchoqlab ol. Bahora darhol Yodgor shohning aytganidek qildi. Yigit ortiga o'tib quchoqlab oldi. Yodgor shoh yana ayvonga chiqdi. Ortiga Bahorani opichlab olgandi. Xudoyim, meni eshitganing uchun rahmat. Bahora past ovozda pichirladi. Yodgor shoh Bahoraning qo'lidan ushlab, sekin siladi. Menga ishon, sevgilim. Seni bu yerdan qutqaraman. Birga uzoqlarga ketamiz. Xavotir olma. Endi yoningdaman. Bahora hali ham hayajonda titrar edi. Yuragi tez ura boshlagan, ko'zlari yoshdan nam edi. U jimgina boshini qimirlatdi va yuzini Yodgor shoh bo'yniga ko'mdi. Yodgor shoh ehtiyotlik bilan devorga tirmashib pastga tusha boshladi. Toshlar sovuq, ammo u har bir joyni aniq bilar edi. Nihoyat qiz bilan birga pastga tushdi. Bahora og'ir emas edi. Yodgor shoh qizni oyoqlarini yerga qo'ymay opichib olgancha saroy burchagiga yugurdi. Bahora esa Yodgor shohni mahkamroq quchoqlab olgan edi. Saroy chetida yashirin yo'l bor. Biz o'sha yerga borib, tor yo'lakdan devor ortiga o'tamiz. Men otni daraxtga boylab qo'yganman. Tong otguncha Xiva shahridan chiqib ketamiz. Yodgor shoh ortidagi qizga gapirdi. Bahora chuqur nafas oldi va Yodgor shohga ergashdi. Ular yashirin yo'lga kelgach, avval Bahora kirdi, ortidan Yodgor shoh kirdi. Nam tuproq oyoq ostida g'irch etib ovoz chiqardi. Ular bir zum ham to'xtamadi. Yer ostidagi yo'l yomg'ir sabab nam edi, suvni shimib olgan, lekin baribir loy edi. Bir necha daqiqa o'tib, ular nihoyat yo'lning narigi tomonga, saroy tashqarisiga chiqishdi. Tashqarida Yodgor shoh oldindan yashirib qo'ygan otda turgan edi. Yodgor shoh Bahoraga yordam berib, uni otga mindirdi. Keyin o'zi orqa tarafga o'tirdi. Qo'llari bilan Bahorani mahkam quchoqladi. Bahora esa orqasiga suyanib, ko'zlarini yumdi. U yuragidagi og'riqni, qo'rquvni, g'amni ortda qoldirib borayotganini his qildi. Otning tuyoqlari tuproqqa urilar, tun sukunatini buzardi. Shamol ularning yuziga urilib, sochlarini yelpib o'tar edi. Sovuq emasmi? Yodgor shoh Bahorani quchoqlab, qizni quloqlar ostida pichirladi. Bahora javoban yo'q deb bosh silkidi. Ular uzoqlashgan sari saroy chiroqlari asta g'oyib bo'ldi. Faqat osmonning eng chetida tong yorishayotgan edi. Bahora sekin ko'zlarini ochdi. Ufqda quyoshning ilk nuri ko'rindi. Qara, tong otyapti, dedi Yodgor shoh mayin ovozda. Bahora osmonga qaradi. Quyosh nuri ikkovining yuziga tushdi. Bahora o'sha onni, o'sha iliqlikni umrining eng go'zal lahzasi deb his qildi. Yodgor shoh, iltimos, boshqa hech qachon meni tashlab ketmang. Sizsiz nafas ham ololmadim. Qanchalar qiynalganimni bilsangiz edi. Yodgor shoh Xorazm xonligi hududidan chiqib ketgach, bir qishloq yonida to'xtadi. Ot ham uzoq yo'l sabab charchagan edi. Qishloq kichik va undagi uylar soni kam, ammo fayzli ko'rinar edi. Yodgor shoh avval o'zi otdan tushdi. So'ng Bahorani belining ikki yonidan mahkam ushlab o'ziga tortib yerga tushirdi. Qiz oyoqlarini yerga qo'yishi bilan yerga yiqilay dedi. Ammo Yodgor shoh izn bermay qizini ushlab qoldi va ko'tardi. Yurolmas ekansan, nega menga aytmaysan? Agar aytganingda o'zim seni yerga qo'ymay ko'targan bo'lardim.
Yiqilish senga mumkin emas. Kichkintoyim, qorningdagi bolani asrashing kerak. Homilador bo'lganing uchun zaiflashibsan. Bahoraning uyqusirab turgan ko'zlari moshdek ochildi va Yodgor shohga qaradi. Eri unga qaramay qishloq tomon uni ko'targancha yuzda quvonch bilan borardi. Ammo Yodgor shoh Bahoraning homilador emasligini bilsa nima bo'ladi? Bahora bu haqida eri bilmasligini bilardi va endi qanday aytishni o'ylardi. Bir tomonda Bahora ham qiynalardi. Har gal hali dunyo yuzini ko'rmagan begunoh bolasini o'ylasa, yuragi orqaga tortib ketardi. Yodgor shoh, sizda muhim gapim bor, dedi Bahora ko'zlarini namlanib. Yodgor shohdan yuzini burib, qiz buni Yodgor shohga qanday tushuntirishni bilmas edi. Keyin aytasan, hozir biror uy topay, dam olsang, so'ng amirlik tomon yana yo'lga chiqamiz. Bahora boshqa gapira olmadi. Yodgor shoh aytganidek jim bo'ldi. Qishloqda o'tgan-ketgan karvon yoxud musofirlar uchun qurilgan choyxonada o'tirgan Bahora salqin hovli o'rtasidagi yonma-yon uylarda birida o'ychan yotardi. Eri otga suv beraman deb chiqib ketgan. O'zini esa ko'ziga uyqu kelmasdi. Yodgor shohga homilador emasman, Zubayrxon bolamizni o'ldirdi desa, Yodgor shoh jahl ustida ortiga qaytib Zubayrni o'ldiraman deb turib olmaydimi? Har xil fikrlar bor edi, ammo tavakkal qilishning iloji yo'q. Bahora safar vaqtida bola endi yo'q ekanini Yodgor shohga aytmaslikka qaror qildi. Sababi esa Yodgor shoh tez g'azablanadigan erkak. Jahli chiqqan vaqtda ko'ziga Bahora ham ko'rinmas edi. Bahora bularni o'ylab o'ychan o'tirar edi. Shunda eshik birdan ochilib, ichkariga Yodgor shoh kirdi. Erining savlati birdan xonani egalladi. Bahora Yodgor shoh yuziga qarar ekan, Zubayrxon yuziga qaraganda ko'proq erining yuzida nur va iliqlik borligini sezdi. Uning qiz eridan aziyat chekmasin Yodgor shohni, derdi tanasi ruhi. Qiz uchun haqiqiy darmondek edi. Sizni sevaman. Yodgor shoh ustidagi to'nini yechar ekan, Bahoraning gapidan to'xtab qoldi va kichik pushti lablarining chetida tabassum paydo bo'ldi. Qora sochini bir qo'li bilan ortga tarab qo'ydi. Eringni qanday eritishni bilasan, yaramas qiz. Yodgor shoh qizni yoniga atayin emaklab bordi. 2 qavat qilib to'shalgan baxmal ko'rpa ustida o'tirgan Bahora uyat va hayajondan ortga tisarildi. Ammo unga yetib kelgan Yodgor shoh qizning qochishiga yo'l qoldirmadi. Yodgor shoh uni qo'yib yubormadi, ammo tegmadi ham. Uning jim turganini sezgan Bahora Yodgor shoh ko'ziga qaradi. Bahora, faqat rostini ayt. Zubayr senga tegdimi? Yodgor shohning yuzi birdan qorong'ulashdi va jiddiy tus oldi. Bahora yuragi hovuchlab Yodgor shohning ko'zlariga qaradi. Uning ko'zlarida na g'azab, na tahdid bor edi. Faqat rashk ko'zlarida sezilib turibdi. Yo'q, dedi Bahora titroq ovozda. Zubayrxon menga tegmadi. Yodgor shoh sukut saqladi. Xotirjam bo'lib chuqur nafas oldi. So'ng sekin tabassum qildi. Shunday deb aytishingni bilardim, dedi u ohista. Mening yuragim seni yolg'on gapirishga qodir emasligingni sezadi. U shunday deya Bahoraning yuzini qo'llari orasiga oldi. Labini qizning peshonasiga qo'ydi. Bu bo'lsa mehr va sog'inch bilan to'la edi. Seni sog'indim, Bahoram, dedi Yodgor shoh past ovozda. Bahora ko'zlarini yumdi. Hayajon tanasini egalladi. Shu kecha ular tonggacha visol onlarini birga o'tkazdi. Yodgor shoh qizni sog'ingani uchun osonlikcha Bahorani qo'yib yubormadi. Tong yorishganda Bahora birinchi bo'lib uyg'ondi. Hovli salqin, xira-shira edi. Birozdan so'ng Yodgor shoh ham uyg'ondi. Kichkintoyim, dedi u ohista. Ikkisi birga tashqariga chiqishdi. Salqin tong shabadasi yuzlariga urilar. Havoda choy hidi aralash, ertalabki xotirjamlik, baraka bor edi. Ular birga yuz-qo'lini yuvishdi. Tahorat olib, bir chekkadagi kichik joyda yonma-yon turib bomdod namozini o'qishdi. Namozdan so'ng Yodgor shoh choyxonaga chiqib 2 piyola choy va issiq osh olib keldi. Bahora bilan birga dasturxonda o'tirdilar.
Bahora va Yodgorshah ovqatlanib qornlarini to'q qilib oldi. Endi yo'lga chiqamiz, dedi Yodgorshah yumshoq ohangda. Oldimizda uzoq safar kutyapti. Bahora bosh irg'ab jilmaydi. Ular o'zlari bilan hech narsa olmagandi. Faqat Yodgorshah Azimxondan olgan tillalar yonida edi. Ikkisi tashqariga chiqdi va ot yoniga bordi. Yodgorshah qizni otga mindirdi. O'zi esa ortiga o'tirdi. Ot sekin yurishni boshladi. Bahora esa xotirjam holda erining ko'ksiga suyandi. Endi hamma narsa ortda qoldi, dedi Yodgorshah past ovozda. Ha, dedi Bahora, xotirjam topgancha. Otning izidan chang ko'tarilib, quyosh ufqdan ko'tarilib, ularning orqasida kechgan tun asta xotiraga aylanib borardi. Kun sovuq, qishni shamol esishni boshlagan edi. Bahora ot oldida uxlab qolgan. Yodgorshah qiz yiqilmasin deb ikki qo'lini Bahora yonidan o'tkazib olgan edi. Quyosh tepaga ko'tarilayotganda yo'l yanada zerikarli va uzoqdek ko'rinardi. Issiq shamol cho'l bag'ridan esib changlarni havoga ko'tarar edi. Bahora otning oldida, Yodgorshah esa ortida jim ketardi. Ikkisi bir so'z demas edi. Qiz erining yurak urishini eshitib, ich-ichidan tinchilanar edi. Yodgorshah esa Bahoraning sochlaridan kelayotgan mayin iforni his qilib, o'zini sokinlikka chorlagandek edi. U uchun bu ayol dunyodagi eng muqaddas yodgorlik, barcha yo'qotishlarning yagona o'rnini bosuvchi inson edi. Ular qiyinchiliklar bilan tog'lar va cho'llarni bosib o'tdi. Uzoq yo'l yurishdi. Kunlar haftalarga, haftalar esa oylarga uylangan edi. Nihoyat amirlik chegarasi ko'rindi. Uzun devor ortida yashil daraxtlar, moviy daryo ko'zga tashlanardi. Bahora, dedi Yodgorshah sekin ovozda. Manavi yer, mana shu tuproq endi bizniki. Bu yerda hech kim seni mendan tortib ololmaydi. Bahora ortiga qaradi. Uning ko'zlarida qo'rquv ham, ishonch ham mujassam edi. Faqat tinchlik bo'lsa bas, dedi Bahora shivirlab. Yodgorshah jilmaydi. Otini sekin oldinga haydab, qo'lini cho'zdi. Bahora ham unga qo'l uzatdi. Ikki qo'l birlashdi. Tinch yashaymiz, va'da beraman, dedi u qat'iy ohangda. Endi na jang, na qon, faqat biz va yangi hayot bo'ladi. Amirlikda uzoq qolmaymiz, bu xavfli. Men seni uzoqlarga olib ketaman. Faqat biroz muddat amirlikda bo'lamiz. Chegaradan o'tishgach, Yodgorshahning odamlaridan biri, sodiq xizmatkori Mirkarim, ot minib ularga qarshi chiqdi. Xush kelibsiz, Yodgorshah, dedi u ta'zim qilib. Siz uchun yangi maskan tayyor. Daryo bo'yidagi qo'rg'onda dam olasizlar. Boshingizga tushgan ishdan afsusdamiz. Yodgorshah ot jilovini mahkam tutgancha Bahora tomon egildi. Rahmat, dedi Yodgorshah. Yodgorshah va Bahora daryo bo'yidagi qorong'u ichidagi kichik, ammo mustahkam uyga kirdilar. Xonani to'ldirgan qadimiy g'ovak g'ishtlar, suvning sekin shovqini va derazalardan tushgan nur ular e'tiborini tortdi. Bu xona tinch va xotirjamlik bergandek ko'rinar edi. Bahora nihoyat Yodgorshah bilan yana yolg'iz yashashdan xursand edi. Yodgorshah vatanidan ketgani uchun xafa, ammo Bahoraga farqi yo'q edi. Axir Bahora asli Xorazmda tug'ilmagan. Biz bir hafta shu yerda bo'lamiz, dedi Yodgorshah. Keyin yo'lda davom etamiz. Ammo men boshqa narsani ham o'yladim. O'tgan gal Istanbulgacha 26 kun yo'l yurgandim. Lekin o'shanda men piyoda edim. U vaqt Xorazm xoni yana Zubayrxonning otasi buyrug'i bilan ketgandim. Ammo yo'lda otim nobud bo'ldi. Shu sababdan piyoda ketganman. Bu safar yaxshi ot olsak, 3 oyda yetib boramiz. Lekin sen bolani dunyoga keltirguningcha Buxoroda qolishni o'ylayapman. Bahora yengil bosh irg'adi, ammo qo'rqar edi. Yodgorshah barini bilsa, nimalar bo'lishini tasavvur ham qila olmas edi. Yodgorshah kechga yaqin Bahorani bozorga olib chiqdi.
Qizga amirlikdan oddiy ayollarga xos ro'mol olib berdi. Yuzini ham yopib turadigan ro'molni o'ragan Bahora erining yonidan uzoqlashmas edi. Bozor ichidagi havo shirin nonning pishishi, qovurilgan sabzavot, kompotlar va ziravorlarning pastasi aralashib ketgan edi. Do'konlar oldida turli-tuman kiyimlar osilgan, och rangli ipak choyshablar, ho'l meva navlari bor edi. Ayollar ro'mollari qizil va oltin rang bilan bezatilgan ko'ylaklar yaltirab turar edi. Bahora bozorni ishtiyoq bilan kuzatar, qo'li esa erining qo'lida edi. Bozor burchagida oshpazlar ochiq olov ustida palov pishirar, katta qozonlarda sho'rva qaynar edi. Ularning atrofida ustaxona joylari bor edi. Tandirda nonlar pishar va ularning hidi butun ko'chani egallar edi. Bolalar bozor burchagida kichik o'yin o'ynab kulishardi. Ular mayda po'latdan yasalgan aravachani itarib, bir-birlarini quvishar edi. Hali bizni ham bolamiz tug'ilsa, u ham shunday sho'x bo'lib, do'stlari bilan ko'chaga chiqib, kiyimlarini kir qilib keladi. Yodgorshoh kulib Bahoraga qaradi. Bahoraning yuzidagi tabassum birdan so'ndi va Yodgorshohga sezdirmaslik uchun yengil bosh irg'ab ha degandek bo'ldi. Ular yana aylanishda davom etdi. Ayollar qator-qator navbatda to'plangan, kimdir ipak sotadi, kimdir tilla va kumush taqinchoqlarni titib ko'rsatadi. Kiyimlarni tikuvchilar o'z iplarini tortib, mixni ustidan tezgina bo'laklarni birlashtirib chiqishar. Mijozlar yonidan o'tib ketganda esa ular keling deb taklif qilib qo'yishar edi. Bahora va Yodgorshoh yana biroz yurib, bir do'konchaga duch keldi. Do'konda o'tirgani so'rilar bor va katta chelakda o'xshash idishda suv qaynar edi. Keksa ayol esa stulchaga chiqib, undagi suvdan choy damlab, mijozlarga xizmat ko'rsatib turardi. Qaynab turgan suv yonida esa tandir bor. Tandir ichida issiq somsalar ko'rinib turibdi. Amirlikning qo'y go'shtidan qilingan somsalari mazali. Yur, senga olib beraman, quvvat bo'ladi senga. Yodgorshoh qizni qo'lidan ushlab olib, o'sha oshxona tomon olib bordi. Bahora esa xijolat sabab ergashar edi. Hozircha Yodgorshohdan homila endi yo'q ekanini yashirmoqda. Ammo kasalni yashirsang istamasi oshkor qiladi degandek, qizni ham qorni chiqmasa, Yodgorshoh shubha qilishni boshlardi. Bahora qo'rqibgina Yodgorshoh olib kelgan joyga o'tirdi. Meni qornim och emas edi, tutilib gapirdi Bahora. Yaxshi, ovqatlanmading kichkintoy, kuchli ovqatlardan yeyishing kerak. Bolamni zaif emas, kuchli, pahlavon o'g'il qilib dunyoga keltirishingni istayman. Men bor ekanman, yaxshi ovqatlanasan, ish qilmaysan, bolamga zarar yetishini istamayman. Bahora istar-istamas ovqatlandi. Yodgorshoh ko'zini qizdan uzmay ovqatlanar edi. Nigohi bilan qizni teshib yuborgundek qarardi. Oxiri bo'lmadi. Yodgorshoh qo'lida yarim qolgan tandir somsani likopchaga qo'yib, qo'lini sochiq bilan artdi. Choydan qo'y, sovuqlik bilan buyurdi Yodgorshoh. Bahora tezda Yodgorshoh aytganidek choyni piyolaga qo'yib, yigitga uzatdi. Yodgorshoh piyolani olib, xontaxta ustiga qo'ydi va qizga o'sha sovuq nigohini saqlab qolgan holda gapirdi. Mendan nimanidir yashirmayapsanmi? Agar bilib qolsam, muloyim turmayman. Qarshingda men bilasanmi? Bahoraning yuragi tovonga tushib ketgandek bo'ldi. Birdan yuz ifodasi ham o'zgardi. Buni Yodgorshoh ham sezdi. Men nimani ham sizdan yashiray? Shunchaki xavotirdaman. Aniq shundaymi? Bahora, agar boshqa biror sabab chiqqundek bo'lsa, mendan yaxshilik kutma. Yolg'onni yomon ko'raman. Boshqa sabab yo'q. Tushunarli. Endi tez-tez yegin, uyga qaytamiz. Yodgorshoh va Bahora bozorda ko'p qolmadi. Ikkovlari uyga qaytib keldi. Orada o'lik sukunat bor edi. Yodgorshoh uyga kirgach, to'nini yechib to'shakka o'tirdi. Bahora esa indamay chekkada turar edi. Yodgorshoh yerga to'shilgan 2 kishilik to'shak ustida tirsagini tiygancha yotar edi. So'ng nigohini qizga qaratdi. Bahora, menga rostini ayt, dedi Yodgorshoh buyruq ohangida. Saroyda vaqtingda nimadir bo'ldimi? Yodgorshoh, Bahora tutilib qoldi va birdan yig'lab yubordi.
Men homilador emasman. Bolani o'ldirishdi. Menga zahar berishdi. Afsusdaman. Sizni xafa qilishni xohlamayman. Aytmagan edim, ayniqsa safar vaqtida. Yodgorshah hayratda qoldi. Ko'ksida nimadir og'rigandek bo'ldi. Jiddiy yuzi ma'yuslikka aylandi. Jim bo'lib bir burchakka tikilib qoldi. Yodgorshah biroz sukut saqladi va o'rnidan turdi. Qizga biror so'z demay uydan chiqib ketdi. Bahora nima qilishini bilmay turgan joyida qolgancha yig'ladi. Qo'llari titrab qornini ushladi. Unga ham oson emas edi. U bolasidan ayrilgandi. 16 yoshga to'lmay homilador bo'lgan qiz homilasidan ham ayrilgandi. Yodgorshah uydan chiqib ketgach, Buxoro amirligining baliqchilik uchun ishlatilayotgan soyiga bordi va u yerdagi bir xoda ustiga o'tirdi. Qaysi gunohim uchun tug'ilmagan bolamni jonini olding, Xudoyim? Nega aynan mening xotinimni nomahram yaxshi ko'rib qoldi? Yodgorshah boshini egdi, ko'zidan yosh oqdi, ammo tezda artib tashladi. Qizargan ko'zlari bilan osmonga qarardi. Tomog'iga nimadir tiqilgandek bo'ldi. Bugun tongda tez orada farzandi tug'ilishini o'ylab xursand edi. Ammo hozir u bolani allaqachon jonini olishganini bildi. Nega aynan mening bolam nobud bo'lishi kerak edi? Yodgorshah g'azab bilan o'rnidan turib, o'zi o'tirgan xodani olib soyga otib yubordi. Jahli chiqsa aql ketadi degani rost ekan. Yodgorshahni ham hozir g'azabi boshqarardi. Alam bilan o'zini bosib olishni o'ylab, tentirab yurgancha amirlikning dong'i chiqqan mayxonasiga bordi. Mayxona ichida tutun bor, turli kesaklar va maylar qator osilgan edi. Ichkarida ayollar arabcha raqslarga tushishardi. Yodgorshah hech nimaga ahamiyat bermay bir joyni tanlab o'tirdi. Yuzida hech qanday his-tuyg'u aks etmas edi. U o'tirishi bilan ayollar ko'rkam qaddiga oshiq bo'lib yoniga kelishdi. Bu yerga kelishgan erkak ham kelar ekan-ku. Ha, bir qiz nozlanib Yodgorshahga kuldi. Menga may olib kel, qisqa gapirdi Yodgorshah. Yana nimadir istaysizmi? Men senga may olib kel dedim. Iflos yengiltak, o'tkiridan olib kel. Yodgorshah qizning sochidan birdan qattiq yulib, yuzini o'ziga yaqinlashtirdi. Menga may olib kel. Endi yaxshi eshitdingmi meni? Sizni tushundim. Og'riqdan yuzi burishgan qiz darhol o'rnidan turib ketdi. Yodgorshah esa o'sha ifoda bilan qoldi. Ichidan nimalarni his qilib turgani faqat o'ziga ayon edi. Qiz may olib kelguncha Yodgorshah qo'lini mushtlagancha atrofga qarab o'tirdi. Ich-ichidan bir olov hamma joyni ag'dar-to'ntar qil der edi. Oxiri bo'lmadi. Yodgorshah xontaxtani bir mushlab hammani e'tiborini tortdi. Atrofdagilar bir zum unga qarashdi. Keyin yana o'z ishi bilan shug'ullanishdi. Mayxonada bunaqa erkaklar har kuni yetarli edi. Qiz nihoyat may bilan qaytdi. Qo'llari titrab kosani uning oldiga qo'ydi. Yodgorshah esa kosani qo'liga ham olmasdan bir irg'ib turdi-da, idishni qo'ltiqlab mayxonadan chiqib ketdi. Bu yerda o'tirish uni yanada battar asabiylashtirayotganini sezdi. Tashqarida shamol turgan, qorong'ulik asta-sekin ko'chalarni egallagandi. Osmon zangori rangini yo'qotib borar edi. Yodgorshah soy bo'yiga qaytdi. Bir zum jim turdi. Keyin idishni ochib, mayni chanqagan cho'ldan kelgan odamdek icha boshladi. Bir qultum, 2-3 qultum, 4-chi qultumda tomog'i achishdi, lekin ichishni to'xtatmadi. Nega dedi u xirillab? Nega aynan men? U bir soniya o'zini ushlab turgandek bo'ldi. Keyin birdaniga tizzasi bilan yerga o'tirib qoldi. Mushlari bilan nam tuproqni ura boshladi. Har zarb bilan ichidagi alam go'yo otilib chiqardi. Ammo hamon kamaymas edi. Hamon ichini nimadir tirnab turar edi. U ota bo'lishini eshitganda juda xursand edi. Ammo hozir o'sha baxtni undan tortib olishganidan darg'azab. Men bolamni ko'rishni xohlagan edim, dedi u ovozi titrab. Men uni quchoqlashni xohlagan edim. Shu payt ortidan kimningdir yengil oyoq tovushi eshitildi. Yodgorshah o'girilib qaradi. Qorong'ilik orasidan tikilib turgan odam soyasini unga tanish tuyuldi. Yodgorshah, dedi u kishi. Bu uning bolalikdagi do'sti. Hozir esa amirlikda kichik mansabdor bo'lib ishlaydigan Mirsaid edi. U Yodgorshahni ko'pdan beri ko'rmagandi. Ammo bojxonachi tomondan kelayotgan vaqti Yodgorshahni ko'rgan edi. Mirsaid, bu sizmidingiz? Ha, menman. Yodgorshah, tinchlikmi? Juda ham xomush ko'rinyapsiz.
Sizga ayolim homilador ekanini aytgan edim. Ammo Zubayrxon bu baxtni menga ko'p ko'rib, xotinimga zahar berib bolamni o'ldiribdi. Mirsaid hayratda qoldi, lekin bir muddat javob bermadi. Zubayrxonning qilmishlarini bilar edi. U qanday xon ekani va maishatga ruju qo'yganini ko'p bora eshitgan edi. Men uni himoya qilolmadim, Mirsaid, men xotinimni ham, bolamni ham himoya qilolmadim. Bu sening aybing emas, balki, ammo men o'zimni kechira olmayman. Saroyda xon bergan hovlida emas, balki xalq qatori Xiva shahrida, oddiy mahallada yashasam bo'lmasmidi? Avval boshidan o'zim xato qilganman. Mirsaid unga yaqinlashib, yelkasiga qo'l qo'ydi. Yodgorshohga taskin berishni juda istar edi, lekin erkak kishi uchun turli taskin beruvchi gaplar emas, balki sukut yaxshi foyda berishini bilgan Mirsaid Yodgorshohni yolg'iz qoldirib ketdi. Yodgorshoh yolg'iz qolgach, qo'lidagi may idishni oxirgi qultumigacha ichib, soyga qarardi. Qorong'u xonada unsiz yig'lab yotgan Bahora quchoqlab olgan yostig'ini ho'l qilib yuborgan edi. Shamni ham yoqmagan, qiz yolg'iz o'zi uyda qo'rqib yotar edi. Lekin birdan bu sukunat buzilib, eshik ochildi va sovuq havo ichkariga kirdi. Yodgorshoh issiq uyga kirgach, yengil nafas oldi. Ko'chalar kechasi sovuq edi, mast ekani uchun charchagan edi. Sallasini yechib, ust kiyimni bir chetga tartibsiz tashlab, hovli oynasidan tushib turgan oy nuri sabab joyini topib yotib oldi. Yodgorshoh bir qo'lini peshonasiga qo'yib, yoniga boshini burdi. Bahora jim yotar edi. Nega uxlamading? Dedi Yodgorshoh. Lekin qizdan javob kelmadi. Bahoram, bilaman, uxlamagansan. Yodgorshoh qizni yoniga siljib, qizni ikki yonidan ushlab quchoqladi. Lekin qo'li birdan qizni ko'z yoshiga tegdi. Yana bir qo'li qizni yostig'i ivib ketganini sezdi. Yodgorshoh darhol yostiqni olib, xonani bir burchagiga otib yubordi. Yostiq ho'l bo'lib ketibdi. Bu kecha o'zim senga yostiq bo'laman. Yodgorshoh og'ir ko'rpani qiz va o'zini ustidan yopib, ko'rpa ostida qizga yaqinlashdi. Bahorani yostig'iga yaqin tutib, dudoqlarini o'pdi. Meni kechir, seni tashlab ketdim. Senga zarar bermaslik uchun ham uydan chiqib ketishim kerak edi. Yodgorshoh Bahorani mahkamroq quchoqlab, ko'rpa ostida kiyimlarini yechishni boshladi. Aslida Xudoga shukr qilishim kerak. Bolamni olgani bilan seni menga qaytib berdi. Biz yana farzandli bo'lamiz, Xudo xohlasa. Bizni avlodimiz davom etadi. Yodgorshoh qizni mahkam quchoqladi. Menga javob ber. Ovozingni eshitgim kelyapti. Bahora tomog'iga bir nima tiqilgandek jim turar edi. Qiz uyalardi. Erining qo'li uni har bir qismini titratib, tanasi bo'ylab kezib yuribdi. Bahora uyalib yuzini yostiqqa ko'mdi. Yodgorshoh, meni kechiring. Sizdan hammasini yashirdim, afsusdaman. Menda ham ayb bor edi. Sen meni o'ylab aytmagan eding. Bu seni qo'lingda emas edi. U zolimlar oldida sen ojiz eding. Meni kechir. Yodgorshoh qizni jim qilib lablaridan o'pdi. Boshqa mendan hech nimani yashirma. Yodgorshoh o'zini ham ustidagi kiyimni yechgach, ko'rpani boshlari ustidan ham yopib qo'ydi. Xivada hali hamon hayot qaynar edi. Ammo Zubayrxon kundan kunga ichkilikka berilib, maishatdan ortmas edi. Hozir qarshisida boshi egib turgan vazir og'iz juftlashga ham qo'rqar edi. Xon hazratlari, vazir davom etishdan avval chuqur nafas oldi. Bahora xonimni topolmadik. Qancha izlamaylik, ular Xorazmning hech qayerda yo'q ekan. Zubayrxon javob bermay, qo'lidagi may idishni vazir tomon otdi. Sopol idish vazir qo'liga tegib sindi. Qo'li og'rigani uchun bukchayib qolgan vazir qo'rquv bilan Zubayrxonga qaradi. Shunday degin, men xohlayotgan ayolni qochirib yuborganlaring yetmagandek, topolmadik deyapsanmi? Necha oylar o'tdi, eshak miya, nima uchun vazirsan? Mening istagimni bajo keltirmaysan. Menga nega keraksan? Topasan, uqdingmi? Zubayrxon yana kosaga may quymoqchi bo'ldi, lekin miyasiga kelgan fikrdan to'xtab qoldi va biroz o'ylanib turib kulib yubordi. Meni yaxshilab eshit, ertaga e'lon berasan. Zubayrxonimiz saroyga kelin bo'lgan Bahora xonimni topganga vazni bilan teng tilla beriladi va uning oilasi bir haftadan so'ng omma oldida qatl qilinadi. Bugungi farmonga binoan qizning oilasi xonlikda ayblanib qamoqqa olinadi.
Kimki bu xoinlar bilan yaqin bo'lsa, ular bilan birga jazo oladi. Sen aynan shu gaplarimni xalqqa e'lon qil. Qizni topishsin va Bahora ketgani uchun badal sifatida oilasi javob bersin. Zubayrxon hiqillab qoldi, ammo e'tibor bermay burchakda turgan qizlarga qaradi. Raqsga tushinglar, vazir, sen kuychalasan. Vazir xonga anglayib qoldi va qo'rqibgina nayni oldi, ammo qanday chalishni bilmas edi. O'zini go'yo kechalayotgandek ko'rsatdi. Baxtiga ortida cholg'u asboblarini chalib turgan sozandalar bor edi. Qizlar xonning buyrug'ini bajarib, nozlanib Zubayrxon atrofida raqsga tushishni boshladi. Zubayrxon uzumdan qilgan ichimlikni ichib, og'ziga olmani solib tishlab, qizlarni zavq bilan kuzatdi. Ishonchim komil, ota-onangni qo'lga olganimni eringni tagida bo'lsang ham eshitasan, pariyim. Zubayrxon xona burchagida turgan Bahorani rasmiga qarab iblisdek kulib qo'ydi. Tong sahar Mirsaid shoshgancha Yodgorshohni uyiga keldi. Yodgorshoh, uydamisiz? Mirsaid baland ovoz bilan Yodgorshohni chaqirdi. Uy hovlisi keng va toza qilib supurilgan turardi. Sal o'tmay qalin to'n va salla kiygan Yodgorshoh uy ichidan chiqdi. Uy oddiy, ammo fayzli ko'rinar edi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, birodarim? Dedi Yodgorshoh. Va alaykum assalom, yaxshiman, Xudoga shukur, dedi Mirsaid. Menga inim shu yerda degan edingiz, ammo biz uni amirlikdan topolmadik. Darvozadan ham kirmagan. Qanday qilib? Men o'zim uni amirlikka ketkazib yuborganman. Ayolimni Xivadan olishga qaytgan vaqtim uni amirlikka ketkazib yuborgandim. Men hayronman. Maktubingizni olgandim va iningizni qidirdim, ammo topolmadim. Yana bir bor qidiraylik. U aniq bu yerga kelgan. Xo'p, Yodgorshoh, shunday qilamiz. Mirsaid sukut saqlab turdi. Yodgorshoh, eshitishimizcha, Xorazm xoni ham yerni tintuv qilib Bahorani qidirmoqda ekan. O'sha yerdagi odamlarimiz aytdi. Shaxsan vazirning o'zi ham bir uyga bostirib kirib tintuv qilyapti ekan. Shunday deng. Yodgorshoh qo'llari musht bo'ldi. Yaxshi, tushundim. Sizlar Azimxonni qidirishda davom eting. Mening rejalarim o'zgardi. Bahora bilan Istanbulga yo'l olaman. Yo'l olis va 3 oy vaqt oladi. Qancha erta ketsak, shuncha yaxshi. Yodgorshoh Mirsaid bilan xayrlashgach uyga kirdi. Eshikni tambalab qo'ydi. Ustidagi qalin to'nni yechib yerga qo'ydi. Xonada Bahora issiq choyni ichib o'tirar edi. Yodgorshoh lablarida tabassum paydo bo'lib, ayoli yoniga bordi. Bahoram. Yodgorshoh ayolni erkalab qizga tikildi. Uni nigohi har qanday qizni hayajonga solar edi. Yodgorshoh Bahorani sochlarini silab, bir tutum sochini quloqlari orasiga o'tkazib qo'ydi. Nigohi qizdan uzilmas edi. Ko'zlari qizning malina rangli lablariga tushib, qisqa o'pib qo'ydi. Ertaga ketamiz. Negadir ko'nglim g'ash. Bu yerda qolish to'g'ri qaror deb bilmayman. Yodgorshoh, men anchadan beri bir narsani o'ylab yuribman. O'sha xon menga ota-onam bilan tahdid qilgan edi. Ularga zarar bermasmikan? Ota-onang hozir Xorazmda emas deb eshitdim. Buving, qarindoshlaring qolgan. Xon ota-onangni Qo'qondan topolmaydi. Qo'qon juda katta joyni egallagan va sen ularni qishloqda degansan. Qo'qon xoni bunchalar jirkanch qarorni qo'llamaydi. Bu ketishda Zubayrxon yagona ittifoqdoshidan ayriladi. Sen xavotir olma. Biz qochib ketishimiz kerak. Faqat undan avval Azimxonni topish kerak. Ukangiznimi? Ha, ukamni topish kerak. U bilan oxirgi marta ko'rishib olishim kerak. Zubayrxon saroy ichida o'ychan o'tirar ekan. Yoniga sudrab olib kirilgan yigitga qarab, lab chetida kulib qo'ydi va o'rnidan sakrab turdi. Yuzlari qon bo'lib ketgan yigit yoniga shahdam qadam bilan kelib, kulib uning yuziga qaradi. Yo Xudo, kimlarni ko'rayapman? Sodiq itlarimdan biri Azimxonnimi? Bu juda qiziq. Ochig'i saroyda ko'rinmay qolganingda hayron bo'lgandim. Lekin keyin ko'rsak, Xivadan chiqib ketibsan. Azimxon, sen juda chatoq chiqding-ku. Sendek nomard mening xonim ekanidan or qilaman, Zubayr. Bu gapni bir aytding, boshqa aytma. Senga buni maslahat bermayman. O'lgan akangni ayolini men qo'limdan qutqarib, o'zingni qahramon deb bilyapsanmi? Bahora qayerda ekanini ayt. Aks holda seni o'ldiraman. Juda soz.
O'ldir meni, lekin shuni bil, men qizni qayerda ekanini aytmayman. Zubayrxon Azimxon gapidan g'azablanib, yonida turgan soqchi qo'lidagi shamshirni tortib olib, orti bilan Azimxon boshiga urdi. Hayvon! Zubayrxon oyog'i bilan Azimxon boshiga tepdi. Tepganida Azimxon boshini to'sishga ulgurmagani sabab zarba qattiq tegdi va Azimxon tanasi birdan tutqanoq berib yubordi. O'zi bunday holat bo'lmagan edi. Boshiga zarba teggani uchun bir necha daqiqa tutqanoq tutib turdi va hushidan ketdi. Bu hayvonni zindonga tashlang, ochlikdan o'lsin. Zax bosgan zindonga olib kirib tashlangan Azimxon arang nafas olar edi. Yolg'iz o'zi umidsiz yotar edi. Azimxon so'nggi nafasigacha Yodgorshohni himoya qilishni istar edi. Garchi ularning otasi boshqa bo'lsa-da, Yodgorshohning onasi erining vafotidan so'ng o'g'liga o'z ismini qo'ygan. Yillar o'tib esa Azimxonning onasi uning otasiga turmushga chiqqanda Azimxon 18 ga endi to'lgan yigit edi. O'z hayotini o'ylamay, akasiga yordam bergani uchun endi zax joyda o'tiribdi. Lekin o'ziga kelishni boshlaganida bu zax joyda hech kim yo'q ekanini sezdi. Saroy ortidagi bu qamoq ichiga askarlar odatda kirmas edi. Sababi bu yer sovuq edi. Qamalgan odamlar baribir qochib ketolmas edi. Azimxon titroq ovoz atrofda eshitildi. Azimxon ko'zlarini arang ochdi. Boshi qattiq og'rir edi. Ko'zini ochib qarasa, Doyani qizi unga termilib turar edi. Nuriya, dedi Azimxon hayrat bilan, sen bu yerda nima qilyapsan? Sizga non olib kelgandim. Sizni tutishganlarini bilib xafa bo'ldim. Ahvolingiz yaxshimi? Nuriya o'zi bilan yashirincha olgan nonni Azimxonga berdi. Azimxon 2 kundan beri och ekanligi uchun nonni rad etmay qabul qildi. Sen bu yerga kelmasliging kerak edi. Agar o'sha zolim bilsa, senga ziyon yetkazadi. Nuriya ko'zlari yoshlanib boshini quyi egdi. Azimxonga kichikligidan beri oshiq edi. Yigitni sevib qolganidan hatto onasiga ulg'aysam faqat Azimxonga turmushga chiqaman der edi. Azimxon, sizni qochishingizga yordam beraman. Iltimos, uzoqlarga qoching. Oyim xonlikdan chiqib ketdi. Xon onamni quvg'in qildi. Ularni yarasini 3 kunda tuzatib bermagani uchun onam endi Xorazmga kira olmaydi. Xon ov vaqti o'qiyibdi. Agar siz va men qochib ketsak, hech narsa qila olmaydi. Xon ortimizdan tusha olmaydi va qayerga ketganimizni bilmaydi. Uzoqlarga ketaylik. Onamdan xavotir olmasam ham bo'ladi. Azimxon javob bermadi, ammo u yashashni istar edi. Bu zax yerda o'lib ketishni istamas edi. Ammo sizni qutqarishim evaziga o'z shartimni qo'yaman. Azimxon dedi. Nuriya yig'lab, Azimxonning ko'ziga qaragancha menga uylanasiz. Tong sahar Yodgorshoh o'tgan kuni olib kelgan xo'rozi qichqirishidan uyg'onib atrofga qaradi. Bahora hech qayerda yo'q. Xonada faqat issiq choy va non dasturxon ustida turar edi. Yodgorshoh o'rnidan turib egniga kiyim olib kiydi-da hovliga chiqdi. Hovlini Bahora toza qilib supurar edi. Assalomu alaykum. Bahora Yodgorshohni ko'rishi bilan salom berdi. Va alaykum assalom. Yodgorshoh qizni yoniga kelib, sochlarini silab, quloqlari orasiga o'tkazdi. Yaxshi uxlab turdingmi? Bahora Yodgorshohni nigohidan uyalib, boshini quyi egdi. Ikki yuzi ham qizil tusga kirgan edi. Ha, yaxshi. Bahora sukut saqlab jim turdi. So'ng davom etdi. Sizchi? Ha, yaxshi uxlab turdim. Axir kecha tunda kichkintoyimni quchoqlab olgandim, xuddi hozirgidek. Nima? Bahora hech narsani tushunmay turgan edi. Yodgorshoh qizni ko'targancha uy ichiga olib kirib ketdi. Xorazmning chang ko'chalarida ketayotgan arava ichida vazir xotirjam o'tirar edi. Arava ortida otlarda askarlar, ularning ortida esa arqon bilan bog'langan Bahoraning qarindoshlari bor edi. Ularning yuzlari ko'kargan edi. Hattoki Bahoraning buvisi ham otlar ortida bog'langan holda ketar edi. Boshimizda shu kunlar ham bor ekanmi? Zulfiya buvi oh tortgancha bolalariga rahmi kelib qarab qo'ydi. Yosh o'lib ketadimi, nabiralarim? Bizda nima gunoh edi? Avlodimiz yo'q bo'lib ketadimi? Axir biz xoinlik qilmadik. Nega bizni olib ketyapsizlar? Zulfiya buvining savollariga hech kim javob bermas edi. Xivaning ko'chalarida kim o'tsa,
iloji boricha ularga qaramay o'tib ketar edi. Ona, chindan bizni saroy yonida qatl qilishadimi? Besababmi? Bilmayman, bolam, bilmayman. Zulfiya buvi yig'lab osmonga qarar edi. Aynan qaysi gunohi uchun to'satdan jazolanayotganini tushunmas edi. Oradan 4 oy o'tdi. Buxoro amirligining sokin toshlaridan biri edi. Hovlida shamol yaproqlarini mayin shitirlatib o'tar, quyoshning ilk nurlari esa supradagi gilam ustiga tushib, yoqimli iliqlik taratar edi. Yodgorshah bilan Bahora supa chetida yonma-yon o'tirib, birga nonushta qilishar, vaqtning qanday o'tayotganini sezmayotgandek edi. Bahora kelgan atrof fayzli ko'rinar edi. "Qarang", dedi Bahora qo'lidagi piyolani asta qo'yib. "Bugungi havo bir boshqacha, qandaydir yengillik beryapti. Sizga ham sezildimi?" "Balki, menga bugungi kun ham odatiydek." Bahora jilmaymoqchi bo'ldi, ammo birdan ko'zlari xiralashib ketdi. Qo'lidagi piyola to'shakka tushib ketdi. Bahora endi ortiga yiqilaman deganda Yodgorshah qizni tutib qoldi. "Bahora!" Yodgorshahni yuragi orqasiga tortib ketdi. U qizni darhol quchoqlab olib supaga yotqizdi. Qizning rangi oppoq bo'lib qolgan edi. U bir lahza ham o'ylamadi. Xayoliga tezda doya ayol keldi. "Kutib tur, men doya topaman", deya hovlidan shoshib chiqib ketdi. Ko'chalar bo'ylab yugurib, nihoyat eng ishonchli doyani topib keldi. Oq sochlari bor, og'ir, vazmin bu ayol Yodgorshahning xavotiridan holatning jiddiyligini darrov tushundi va hovliga tez yurib Yodgorshah bilan kirib bordi. Doya ayolni Yodgorshah uy ichiga olib kirdi va Bahorani ham nonushta qilib turgan joylaridan ko'tarib, doya ayol turgan xonaga olib kirib to'shakka yotqizdi. Doya yonida holsiz yotgan qizga tikilib turdi va Bahoraning yoniga yaqin borib, unga egildi. Bilagini ushlab, tomirini tekshirdi, peshonasini siladi. So'ngra yoniga o'tirib, ko'rikni davom ettirdi. Yodgorshah esa tashqarida, supa oldidagi ustun yonida tik turgancha qo'llarini musht qilib olgan. Ichida ming xil xavotir bilan o'zini yeb bitirar edi. Yodgorshah ich-ichidan qizga nima bo'lganini o'ylab xavotirlanar edi. Nihoyat doya eshikni ochib tashqariga chiqdi. Uning yuzida g'alati, quvonch aralash tabassum bor edi. "Yodgorshah", dedi doya, "sekin suyunchi bering." "Nima bo'ldi? Bahora yaxshimi?" dedi Yodgorshah. "Ayolingiz ahvoli yaxshi va xushxabarim bor. Bahoraxon homilador." Yodgorshah bir zum so'z topolmay qoldi. "Homilador?" dedi u asta. "Demak, men ota bo'laman?" "Ha, o'g'lon, muborak bo'lsin." Yodgorshah doyaga rahmat aytib suyunchi berdi-da, o'zi shoshgancha uy ichiga shoshilib kirdi. Bahora xursand yostiqqa suyanib o'tirar edi. Yodgorshah darhol Bahora yoniga bordi. "Sen meni juda qo'rqitding", dedi Yodgorshah Bahoraning boshidan silab. So'ng uning yuzlarini, ko'zlarini, hatto peshonasini ham ehtiyotlik bilan o'pdi. "Endi o'zingni yanada ko'proq asra, eshitdingmi? Sen yolg'iz emassan. Sen ham, ichingdagi bola ham men uchun eng muhim inson." Bahora o'zini Yodgorshahning bag'riga yanada mahkamroq bosdi. "Men yaxshiman", dedi pichirlab. "Siz yonimda bo'lsangiz, men hech narsadan qo'rqmayman. Bugun ishga ketmang, Yodgorshah. Mirsaidga yordam berishim kerak. Amirlik bizni qabul qildi. Biz ularga foydali ekanimizni ko'rsatishimiz kerak. Axir endi bu yerlar bizni uyimiz." Yodgorshah Xorazmni sog'ingan bo'lsa-da, sezdirmay qizni qattiqroq quchoqladi. Shu payt eshik taqilladi. Yodgorshah cho'chib ketdi. "Kim bo'ldi ekan?" dedi u sekin. Bahorani yostiqqa qayta yotqizarkan, u xonadan chiqib yog'och eshikni ochdi va hayratda ko'zlari keng ochilib qoldi. Azimxon? Eshik oldida uning ukasi Azimxon turar edi. Orqa tomondan chiqib kelgan Bahora ham
uni tanib qolib beixtiyor to'xtab qoldi. Azimxon aka, dedi u hayron ohangda. Yodgor shoh bir zum o'zini yo'qotib qo'ygandek bo'ldi. So'ng Bahoraga asta burilib qaradi. Choy qo'yib yubor, mehmon keldi, dedi. Bahora bosh irg'ab ichkariga kirib ketdi. Yodgor shoh esa ukasining yoniga yurdi. Ammo Azimxon yolg'iz emas edi. Uning yonida yosh, ziyoli, qiyofali bir qiz turar edi. Bu Nuriya edi. Nuriyani ko'rgan zahoti Yodgor shohning nigohi birdan sovib ketdi. U avval Azimxonga, so'ng qizga qaradi. Vaziyat unga yoqmagan edi. U nega bu yerda? Dedi. Yodgor shohning ovozi keskinlashib. Azimxon jilmayishiga harakat qildi. Ammo ichidagi taranglik yuzi orqali bilinib turar edi. Azimxonga Nuriya onasi Bahoraning bolasini tushirganligini, ular majbur bo'lganligini tushuntirgan edi. Bu Nuriya men bilan keldi. Ba'zi gaplar bor aka. Supada o'tirgan Azimxon unga uzatilgan choyni qabul qilib, bir ho'plab ichib dasturxonga qo'ydi. Yodgor shoh Azimxonning har bir harakatini indamay kuzatib o'tirar edi. Azimxon ham buni sezib hijolat bilan nima deyishini bilmay o'tirardi. Bahora va Nuriya boshqa xonada. Aka-uka yolg'iz holi qolgan edi. Aka, Azimxon gapni nimadan boshlashni bilmay jim qoldi. Nega aynan Nuriyaga uylanding? Uning onasi mening bolamni o'ldirganidan xabaring bormi? Bilaman. Menga hammasini Nuriya nikohdan avval aytib berdi. U xon buyrug'ini bajarmagani uchun o'rniga onasi qilgan. Aka, ular majbur edi. Bas, sen uylangan ayol mening farzandimni o'limiga sherik bo'lgan. Inim, bir bor uyimga olib kelding. Mayli, indamadim. Ammo uni boshqa bu uyga olib kelma. Men xiyonatni kechirmayman. Agar mening boshimga qilich taqalsa ham, menga shunday buyruq berilsa, darhol rad etib o'limni tanlayman. Bu foniy dunyo uchun vijdonini sotgan ona bolani menga aslo yaxshi dema. Bunga yo'l qo'ymayman. Shuningdek, sening oilangga ham aralashmayman. Musulmon oilani ajratish niyatida emasman. Inim, meni tushunding degan umiddaman. Yodgor shoh qo'lida turgan choyni bir ko'tarishda ichdi. Azimxon Yodgor shohga hech nima demadi. U ikkilanib qolgandi. Tirik qolish uchun Nuriyaga uylangan va u endi unga omonat, o'z ayolini asraydi. Akasi o'z yo'liga, oilasi o'z yo'liga ketadi, deb o'yladi. Balki yillar kerakdir Yodgor shohning Azimxonni kechirishi uchun. Keyinchalik ayolini ham qabul qilishga ishonardi. Sababi Yodgor shoh hech qachongina saqlamagan. Aka, Azimxon qo'lidagi piyolani xontaxtaga qo'ydi. Bir duo qiling, keliningiz bilan ketaman. Biz Xivaga qaytib ketamiz. Yodgor shoh non yeb turgan joyida to'xtab qoldi va Azimxonga o'ldirgudek qaradi. Sen bola aqldan ozdingmi? Nega? Bir umr amirlikda qolasizmi? Men Xivani sog'indim. Qolaversa tez orada Zubayrxonga qarshi katta isyon turadi. Men va Nuriya safar vaqti isyonchilar boshi bilan uchrashdik. Ular Zubayrxonni taxtdan ag'dara oladi. Amaldorlarning ham juda ko'pi Zubayrxonga qarshi chiqyapti. Zubayrxon maishatga berilib, davlat ishidan chetlashdi. Sababsiz qon to'kyapti. Kelayotgan vaqtimiz Bahoraning oilasi ham qatl qilinganini eshitdim. Ularga xoin nomi berilgan. Bahoraning ota-onasi esa qidirilmoqda. Ayolingizni topganga esa yaxshigina pul va'da qilingan. Aka, Zubayrxon bundan tashqari juda ko'p qabih ishlar qilgan. U arab savdogarining qizini saroyga cho'ri qilib olibdi va yana anchagina ishlar qilgan. Isyonchilarni qo'llab-quvvatlaydiganlar ko'p. Agar biz Xivaga qaytsak, odatiy hayotimizni kechiramiz. Zubayrxon taxtdan tushsa, mening taxminimcha quvilgan xonim va uning o'smir farzandi Furqat taxtga chiqadi. Shunday deb o'ylaysanmi? Avvalgi xonning ayolini aytyapsanmi? Ismi Yasmin xotin edi, shundaymi? Ha, aynan o'sha ayol.
Bu mening taxminim. Zubayrxon ularni quvg'in qilgan. Ukasini esa o'ldira olmagandi. Sababi buni juda ko'p odam yomon qabul qilar edi. Hozir xonning fikru xayoli maishatda bo'lib qolgan. Tushunarli, agar Xivaga yangi xon qo'yilsa, sening ayoling va onasining gunohini kechirishga sabab bo'lolmaydi. Sizni tushunaman, aka. Agar chindan boshqa xon taxtga chiqsa, men ham Bahora bilan Xorazmga qaytaman. Rostini aytsam, o'zim tug'ilib o'sgan yurtim men uchun qadrli, Xorazmni sog'inaman. Kelinoyim-chi, ular ham Qo'qonni sog'insa kerak. Azimxon hazil qilib Yodgorshohni xursand qilish uchun akasini yelkasiga urib qo'ydi. Yo'q, uning vatani menman. Men qayerda bo'lsam, u ham o'sha yerda bo'ladi. Usiz men yashamayman, mensiz u yashamaydi. Yodgorshoh qat'iy ohangda gapirdi. Oradan vaqtlar o'tdi. Xorazmning qadimiy ko'chalari tobora huvillab, xalqning yuzidagi kulgi o'rnini xavotir, norozilik va ishonchsizlik egalladi. Eski shaharning chang bosgan ko'chalarida har kuni bir xil manzara. Bozorchilar o'zini ovutib, narxlarni pasaytiradi-yu, ammo baribir xaridor topolmaydi. Devorlari oqarib ketgan uylar orasida esa har xil gap-so'zlar qumburondek uchib yurardi. Xonlik Zubayrxon davrida yaxshigina zaiflashib qolgandi. Xalq orasida juda ko'p gaplar yurardi. Xonning holi bunday bo'lsa, Xorazmning ertasi nima bo'ladi? Deb xo'rsindi bir kampir. Qo'lida suvsiz quduqdan chiqqan singari bo'sh chelakni qo'liga olgancha. Qiynalyapmiz uka, qiynalyapmiz. Zubayrxon degan odam butunlay o'zini yo'qotdi, deya javob berardi yonida o'tgan sotuvchi. Kecha yana kimnidir sudsiz so'ron qatl ettiribdi. Yonidagi yana bir g'iybatchi hayrat bilan avval og'zini bir kafti bilan yopdi. Eshak xonimiz bo'lsa, bundan ko'ra kamroq bizga zarar tegardi. Foydang tegmas ekan, nega xalqni qiynaysan? Ko'cha oralagan, shamol har bir g'iybatni eshitib olgandek, keyingi burilishda yana boshqalarga eltardi. Ba'zan eski minoraning tagida o'tirgan choyxonachi chol ham ovozini pasaytirib g'iybat qilib qo'yardi. Xalqning sabr kosasi to'lib bo'ldi. Xon saroyida isyon pishib yotibdi. Ko'rasiz hali, bu xon o'z boshiga o'zi yetadi. Eski Xiva devorlari ostida ana shunday tutqun kayfiyat hukm surayotgandi. Saroy esa butunlay boshqacha dunyo edi. Qadimgi gumbazlar ostida xizmatkorlar qo'rqib o'z ishlarini qilishar. Agar xon ular ishidan mamnun bo'lmasa, qatl etilishini bilishar edi. Hozir bahor oylarining biri edi. Saroyning chekkaroq hovlisidagi eski ayvonda amaldorlar xufiyona to'planishdi. Yetadi endi, chiday olmaymiz, dedi biri ovozi titrab. Xonning mayxo'rligi saroyni ham, xalqni ham halokatga olib kelmoqda. Agar biz hozir jim yursak, ertaga navbat o'zimizga keladi, dedi boshqasi. Xonning mamlakatga foydasi qolmadi, faqat qon to'kyapti. Zubayrxon taxtdan ag'darilishi kerak, boshqa yo'l yo'q, dedi yana bir erkak. Isyonchilarga saroy eshiklarini ochib beramiz. Askarlar ham qarshilik qilmaydi. Har holda xon bosh qo'mondonning ham jonini oldi. Saroydagi hamma Zubayrxonni kirdikorlarini biladi. Yodgorshohni boshiga ham u yetgan. Agar Zubayrxon bo'lmaganida, marhum bosh vazir Nurshohning farzandi Yodgorshoh o'lmagan bo'lar edi. Qolgan odamlar gapirib turganlar fikriga qo'shildi. Hamma Zubayrxonni taxtdan ag'darish fikrini ma'qul ko'rgandi. Bu vaqt Zubayrxon katta taxtning yonida yastanib, qo'lida oltin kosachida may ichib, yonida izg'ib turgan musiqachilarga goh-goh e'tibor berar edi. Uning nigohlari bo'sh, yuragi esa tamoman muzlab bo'lgandi. Boshini oldiga solib ichayotganida yonida turgan ona begimning rangi oqarib ketganini ham payqamadi. Zubayr, dedi ona begim qo'llari titrab. Mana sizning atrofingizda g'alati gaplar yuribdi. Amaldorlar sizga qarshi, men qo'rqyapman. Zubayrxon maydan bir ho'plab, onasini so'zlarini eshitmagandek kulimsiradi. Qo'rqmang, ona begim,
Meni hech kim ag'dara olmaydi. Men xonman, xonning dushmani bo'lmaydi. Zubayr, ona begimning ko'zlariga yosh keldi. Saroy qo'riqchilari ham norozilik bildiryapti. Bugun ertalab 2 nafar askar bu xonning nimasi bor qo'riqlaydigan, deb isyon ko'tardi. Xonning qoshlari sal chimirildi, ammo u yana kosadagi jimlikka tikildi. Ular qo'riqlamasa, boshqalar qo'riqlaydi, dedi u beparvo. Men bu dunyodan qo'rqmay qo'ydim. May bor ekan, men bor. O'sha tun Xorazm ustini qora bulutlar egalladi. Saroy ichida esa tun odatdagidan ham halovatsiz o'tar edi. Qo'riqchilar o'z joyi oldida turardi-yu, ammo yuraklarida bir zarracha ham qat'iyat yo'q edi. Oradan vaqt o'tdi. Yarim tun bo'lgandi. Saroy darvozasi yonida 2 amaldor ko'rinmaydigan darajada asta kelib to'xtadi. Ularga ergashgan bir necha kishining yuzida niqob bor edi. Vaqti keldi, dedi ulardan biri. Xorazm bugun ozod bo'ladi. Saroy darvozasi g'iq etib ochildi. Ajablanarlisi, darvozabonlar hech qanday qarshilik ko'rsatmadi. Aksincha, ular yon bosib yo'l ochdi. Go'yo kutilgan lahzalar kelgandek. Xonning nimasi bor qo'riqlaydigan, dedi ichkaridagi navbatchilardan biri ovozini pasaytirib. Zulmiga o'zimiz ham to'ydik. Ortiq uni himoya qilmaymiz. Hech kim ularni yo'lini to'smasin. Zubayrxon o'z xonasida yotardi. Yonida yarim bo'sh qolgan oltin kosacha, ichida esa may bor edi. U chuqur uyquda emas edi. Mastlik va charchoq bilan hushyor uxlar edi. Xona eshigi asta ochildi. 3 amaldor va 2 sodiq xufiyona qotil ichkariga kirdi. Hech kim bir-biriga qarab gapirmadi. Bu tun ko'p yillar yig'ilib kelgan nafrat va umidsizlikning so'nggi nuqtasiga aylangandi. Zubayrxon ko'zini yarim ochdi. Boshidagi og'riq uni o'ziga keltirayotgandi. Kim bu? Deb g'udrandi u. Xon hazratlari, dedi yoshi katta amaldor. Yurt sizni deb xor bo'ldi. Zubayrxon nimanidir anglagandek bo'ldi. Ammo qurol yaltirog'ini ko'rgan zahoti ko'zlari katta ochildi. Ammo kech bo'lgandi. Uning o'z qudrati singari ovozi ham endi hech kimga kerak emasdi. Bir lahza xonani o'tkir shamol kesib o'tgandek bo'ldi. Yonib turgan sham o'chdi. So'ng hammasi tugadi. Tong yorishayotgan payt saroyning katta ayvoni odamlar bilan to'ldi. Ammo bu safar qo'rquv emas, yengillik sezilar. Havoning o'zi ham bir oz bo'lsa-da tiniqlashgandek edi. Odamlar endi erkin nafas olardi. Zolim xon o'ldi. Amaldorlar orasida oq libosli, kamtar, ko'zlari nur taratib turuvchi yigit ayvon markazida turar edi. U avvalgi sulolaning asl vakili edi. Ko'p yillar oldin quvilgan sulola avlodining qonidan, haqiqiy oq suyakdan, xon avlodidan bo'lgan yigit edi. Odamlar uning yuziga qararkan, undagi sokin iroda, samimiyat va tug'ma muloyimlikni darrov ilg'ardi. Go'yo u tug'ilganidan buyon taxtga munosibdek ko'rinardi. Yoshi katta amaldor olomon oldiga chiqib, baland ovozda e'lon qildi. Xorazm ahli, eshitinglar. Zulm zamoni tugadi. Bu zot avvalgi xonning qonidan pok nasl vakili. Bugun tong saharda biz uni Xorazmning yangi xoni deb tan oldik. Olomon birdaniga shivirlab yubordi. So'ng shivir-shivirlar birdan baland ovozga aylandi. Yashasin yangi xon! Yana bir ovoz, yurtimizga baraka qaytsin! Yangi xon boshini egib, odamlarning duosini kamtar qabul qildi. Saroy ustidan uchib o'tayotgan qushlar ham go'yo ozodlikni his qilgandek bamayli xotir chirqillab uchib ketdi. Xorazm uchun yangi tong boshlandi. Tong saharda Xorazmga yaqin qishloq quyoshning ilk nurlarini qarshi oldi. Atrofda qushlar chug'urlab uchardi. Hovlilar orasida qo'ylarning mayin ma'rashi eshitilardi. Bu qishloq Azimxon va uning ayoli Nuriya uchun vaqtinchalik boshpana edi. Ammo ularning qalbida vaqtinchalik degan so'z anchadan beri doimiy tuyulib ketgandi. Azimxon ertalabdan choyxona tomon yo'l olar ekan, yo'l-yo'lakay atrofga sinchiklab qarab qo'yardi.
Bu yerlar tunda va tongda xavfli edi. Sababi atrofdan kelgan bo'rilar tez-tez qishloq ahliga hujum qilardi. Nihoyat Azimxon ishlaydigan yerga yetib keldi. Choyxona egasi uni ko'rishi bilan jilmayib qarshi oldi. Azim aka, yana erta kelibsiz-da bugun, dedi u qozon ustida bug'ni tarqatib. Yaxshi, yaxshi, odam ko'p bo'ladigan kun bo'ladi shekilli. Negadir bugungi kun barakali bo'ladigandek tuyulmoqda. Ha, akajon, dedi u so'ng qo'liga piyola artadigan latta olib. Nuriya ham hozir keladi. Choyxona asta-sekin mijozlar bilan to'la boshladi. Nuriya esa odatdagidek quyosh chiqqach uy ishlarini qilib bo'lib choyxonaga kelardi. Azimxon kirlar yuvilgani, idishlar toza va uylar supurilganiga qattiq qarar edi. Nuriya ham erini pokligiga qattiq qarashini hurmat qilar edi. U so'zsiz eriga itoat qilar edi. Ular 2 oydan beri shu yerda edi. Zubayrxonning zulmi cho'qqiga chiqqan pallada Azimxon Xivaga qaytolmas edi. Ayolini xavfdan uzoqroqqa olib chiqishga majbur bo'lgan. Dastlab bu joyni unga g'oyat begona tuyulgandi. Ammo vaqt o'tgan sari o'zini shu yerga moslashtirib bordi. Shunday bo'lsa-da, har kuni ich-ichidan bir narsa kemirib turardi. Vatanining haqiqiy holidan uzoqda, begona yurt misolida yashash unga og'ir bo'tardi. Kechga yaqin choyxonada mijozlar ko'paydi. Gap so'zlar ham arzimas mavzulardan tortib, yurtning bugungi ahvoligacha borib taqalardi. Ammo o'sha kuni odamlar o'rtasidagi shivir-shivir boshqacha edi, keskinroq bo'lgandi. 2 chol choyxo'rlik qilib o'tirgancha ovozlarini pasaytirib gap qila boshladi. Eshitdingmi Jo'raboy? Nimani og'ayni? Xivada kecha oqshom katta bedorlik bo'pti. Zubayrxon chol atrofga qarab oldi. Tovushini yanada pasaytirdi. Ichkilikdan qattiq kasal bo'lib o'libdi deyishyapti. Jo'raboy boshlarini uchirdi. Yo'q, o'libdimi? Shunaqa ham bo'lar ekan-a? Chol bosh irg'adi. Ha, aytishlaricha 1-2 kundan beri mish-mish tez tarqayapti. Yana ko'ryapsanmi? Eski sulolaning o'rtancha navqiron o'g'lini, o'sha haqiqiy oqsuyakni Xivaga qaytarib taxtga o'tqazishibdi. Bugun e'lon qilishgan ekan. Yangi xon? Ha, odamlar xursand emish. Zulm tugadi deyishyapti. Azimxon quloqlari shu so'zlarni o'sha zahoti ilg'ab oldi. Go'yo yuragi birdaniga o'z joyidan chiqib ketgandek bo'ldi. Keyin esa qo'lida turgan qoshiq to'satdan kafti orasidan tushib ketdi. Nuriyaning holatini sezib yoniga chopib keldi. Begim, yaxshimisiz? Azimxon bir zumda turgan joyidan chiqib tashqariga yo'l oldi. Choyxonadagi shovqinga ham quloq solmadi. U faqat bitta narsani o'ylardi. Bugun qaytish payti edi. Nuriya uning ortidan yetib keldi. Azim, ayting, nima bo'ldi? Nuriya, dedi Azimxon qizga yuzlanib. Hammasi o'zgardi. Zubayrxon o'libdi. Uning ichkilikdan kasal bo'lib o'lgan deb e'lon qilishgan ekan. Eski sulolaning o'g'li, o'sha navqiron shahzoda taxtga qaytarilibdi. Nima? Xorazmning xoni vafot etdimi? Ichkilik sababmi yoki boshqa biror sababi bormi? Nima? Kasal bo'lib o'lganiga ishonmaysanmi? Buni ilojisi yo'q edi. Men doyaman axir. Lekin qanday o'lgan bo'lsa ham, endi Xivaga boshqa xon o'tirgan. Xalq xursand, umid qilamanki, endi Xorazm avvalgidek gullab yashnaydi. Men ham shunga umid qilaman. Nuriya, biz bugunoq vatanimizga qaytamiz. Xorazmga qaytamiz. Buxoro amirligining sharqiy chekkasida joylashgan kichkina qishloqda hozir tong va sahar oppoq shudring ko'milgan holda edi. Havo esa doimiy salqin edi. Aynan shu qishloqda Yodgor shoh va uning ayoli bahora so'nggi oylarni yashirincha o'tkazishar, hech kimga o'zlarini kimligini aytmas, birgina Alloh bilgan sir bilan kun kechirishardi. Hozir ular amirlikning markazidan ketgan, tinch hayotda, odamlardan uzoqda yashardi. Ular yashagan hovli oddiy, lekin toza edi. O'zbekcha adras ko'rpalar, devoriy tokchadagi qadimiy choynaklar, eshik yonidagi yog'och supra
Bularning bari tashqaridan oddiy hayotni eslatardi. Bahora esa homilador. Oy kuni yaqinlashgan bo'lsa-da, hali tug'ruq yaqinlashayotganidan darak beruvchi belgi yo'q edi. U qornini silab, hali tinch yotgan bolasining tebranishlarini eshitgandek bo'lardi. Bugun erta tong Yodgor shoh odatdagidek hovliga chiqdi. Havo hali sovuqroq, lekin quyosh nurlari asta yer yuziga yoyilib, hovlining yarmi oltin tusga kirgan edi. Yodgor shoh qo'lini beliga qo'ygancha uzoq o'yga toldi. Uning nigohi narida tark etishga majbur bo'lgan Xorazmda edi. Shu payt Bahora ohista qadamlar bilan uning yoniga chiqdi. U o'zining oppoq ro'molini yelkasiga tashlab olgan, yuzida esa sokinlik bor edi. Yodgor, dedi yumshoq ohangda, tun bo'yi uxlamaganingiz yuzingizdan bilinib turibdi. Nima bezovta qilyapti sizni? Yodgor shoh Bahora tarafga yuzlandi va shu ondayoq o'zini biroz bo'lsa-da yengil his qildi. Bahora, dedi u chuqur nafas olib, odamning yuragida bir og'riq bo'ladi. Shunaqa og'riq bo'ladiki, uni hech kimga aytib bo'lmaydi. Faqat ich-ichidan o'zi sezadi, biladi, lekin ayta olmaydi. Men ham shu og'riq bilan yashab kelyapman. Zubayrxonning zulmi ortgan sayin o'zimni begona yurtlarda yashirinib yurganimdan nafratlanaman. O'zimni ojiz his qilaman. Men tug'ilib o'sgan yerimni sog'inyapman, Bahora. Menga Xorazm tuprog'i qadrli. Yodgor shoh bir lahza ko'zlarini yumdi. So'ng sekin ko'zlarini ochib ayoliga qaradi. Bahora, qorningdagi bolani qanday hayot kutyapti? U begona yurtlarda yashab o'sadimi? O'z nomini yashirib yuradimi? Yoki uning peshonasiga bizdan ko'ra yorug' kunlar bitilganmi? Men Xorazmni zulmdan qutqara olmay turib, farzandimga nima bera olaman? Siz unga kerakli narsani allaqachon berib bo'lgansiz, begim. Bahora qornini silagancha gapirdi. Yodgor shoh ayol aytgan so'zlarni sinchiklab eshitdi. Ichida esa asta-sekin tinchlana boshladi. U Bahoraning qo'lini mahkam ushlagancha qizni qorniga qaradi. Sen meni tushunasan, Bahora. Shuning o'zi menga kuch beradi. Men seni bu yerga olib kelganimda qo'rqgandim. Begona joy, begona odamlar, begona osmon. Ammo sen hech qachon shikoyat qilmading. Sen mening eng katta suyanchig'imsan. Seni yaxshi ko'raman. Peshin vaqti Yodgor shoh odatdagidek shaharga chiqishga hozirlik ko'rdi. Bugun turib qishloq markazidagi bozordan zarur narsalarni olib kelishni mo'ljallagan edi. Qishloq bozoriga boruvchi yo'l uzun emasdi, ammo tog' etaklaridan esayotgan muzdek shamol yo'lni sovuq qilardi. Hech bo'lmasdan Yodgor shoh bozorga yetib keldi. Tuyasini ohista haydab borarkan, tevarakdagi odamlardan eshitilayotgan g'ala-g'ovur gaplar qulog'iga chalinardi. Avvaliga e'tibor bermadi, ammo yo'lning o'rtasidan o'tganida ikki cholning suhbatidan qulog'iga chalindi. Eshitdingmi, aka? Dedi ulardan biri past ovozda. Xorazm xoni Zubayr vafot etibdi. Xalq orasida aytishlaricha, uning o'rniga boshqa bir odam chiqibdi taxtga. Bu gap Yodgor shoh joyida tosh qotishga sabab bo'ldi. U tuyasining jilovini qattiqroq ushlab qo'ydi. Bu rost bo'lishi mumkinmikin? Ammo o'zini gap poylagandek ko'rsatmaslik uchun biror narsa deyishga jur'at etmadi. Har bir qadamda odamlar orasida shu xabar muhokama qilinar. Kimdir Zubayrning zulmi o'ziga qaytdi desa, boshqasi Yangixon shafqatliroq emish deb quvonch bilan gapirar edi. Yodgor shoh yuragi tobora tez ura boshladi. Atrofdagilar xursand, savdogarlar hammadan suyunch so'rab yurardi. Yodgor shoh guruch oladigan eski do'konning yoniga borib salom berdi. Va alaykum ukam, marhamat, dedi do'konchi. Yodgor shoh biroz sukut qildi-da, sekin savol berdi. Boyadan beri odamlar nima deyapti? Zubayrxonni o'ldi deyishmoqda, rostmi shu? Do'konchi qo'lidagi tarozini qo'yib unga qaradi. Ha, ukam, Zubayrxon may sabab vafot etibdi. Yetar yetiga yetguncha ichibdi.
Bu so'zlar Yodgorshohni tanasini muzlatdi. U na guruch oldi, na boshqa narsa dedi. Bir zum do'konchini yuziga tikilib qoldi. Ammo hech narsa demay, sekin orqasiga burildi. Tuyasi yoniga kelib, jilovini qo'liga oldi. Ammo bir necha soniya o'sha yerda turib qoldi. Uning ko'zlarida hayrat, ishonchsizlik, ich-ichidan esa bir nomi yo'q g'alati titroq paydo bo'lgan edi. Oyoqlari xuddi birov tortib turgandek asta yurishni boshladi. Yo'l bo'ylab kimdir salom berdi, kimdir ko'rganini aytmoqchi bo'ldi. Lekin Yodgorshoh ularning hech birini eshitmadi. U go'yo o'z fikrlari ichiga cho'ng'ib ketgandi. Yodgorshoh hozir xursand bo'lishni ham, xafa bo'lishni ham bilmasdi. Uyigacha bo'lgan yo'l Yodgorshoh uchun yana ham uzun tuyuldi. Hovliga kirganida Bahora birinchi bo'lib eshik oldida ko'rindi. Uning chehrasida hayajon va xavotir aralash edi. "Yodgor?" dedi u yaqinlashib. "Nega hech narsa olmadingiz? Rangingiz oqargan. Nimadir bo'ldimi?" Yodgorshoh javob berishga shoshmadi. Ortidan eshikni tambalab yopdi-da, Bahoraga tikilib qoldi. Bahora!" Yodgorshoh Zubayrni baribir bolalikdan katta bo'lgani uchun yaxshi ko'rardi. Lekin buni Bahoraga sezdirgisi kelmadi. Zubayrxon vafot etibdi. Yodgorshohning lablaridan chiqqan Zubayrxon vafot etibdi degan so'zlar sukutga sabab bo'ldi. Bahora bir necha soniya jim tikilib qoldi. Ko'zlari kattalashdi. Nimadir demoqchi bo'ldi, ammo so'z topolmadi. "Nima dedingiz?" dedi u nihoyat ovozi qaltirab. Yodgorshoh ko'zini olib qochdi. U Zubayrxonni dushman bo'lsa-da, bolalikning bir parchasi sifatida eslab yurardi. Ichida g'alati og'riq bor edi, lekin Bahoraga buni bildirmaslikka harakat qildi. "U o'libdi, Bahora", dedi u past ovozda. Bahora birdan Yodgorshohga yanada yaqinlashdi. Uning ko'zlarida hayrat, qo'rquv bir zumda paydo bo'lgan og'ir savol bor edi. Ammo keyingi lahzada uning yuzi birdan o'zgardi. Qarib ketdi. Qo'llari qorniga borib qadaldi. "Yodgor", dedi u xirillab. "Menga nimadir bo'lyapti." Bahoraning nafas olishi tezlashdi. Yodgorshoh avvaliga hayron bo'lib bunga tikildi. "Nima bo'lyapti, Bahora? O'zingni qanday his qilyapsan?" Bahora bir qo'lini devorga tirab egilib qoldi. Birdan uning egnidan pastga, oyoqlari orasidan shaloq etib suv oqib ketdi. Bahora qo'rqib dod deyishga ulgurmay, Yodgorshoh qo'llariga yiqildi. "Begim, to'lg'oq, yordam bering", dedi u o'pkasi qisilib qolgandek nafas olgancha. "Bahora", dedi va uning oldiga engashib, "Hoy, nafasingni rostla. Bo'ldi, men shu yerda. Men yoningdaman. Nafas olishga harakat qil. Chuqur-chuqur nafas ol." "Qo'rqyapman." Bahora yig'lab Yodgorshohga yopishib oldi. Yodgorshoh bunday qo'rquvni hali hech qachon ko'rmagan edi. U bir onning o'zida o'zini yo'qotib qo'yguday bo'ldi. Ammo Bahoraning ko'zidagi qo'rquv unga kuch berdi. "Bahora, hozir", dedi u qizning belidan ushlab. Og'riq kuchaygan sari Bahoraning tizzalari bo'shashdi. Bir lahza Bahoraning gavdasi Yodgorshohning bag'riga og'ir bosildi. "Turishga urinma. Meni eshitdingmi?" dedi Yodgorshoh keskin. "Men seni ko'tarib olaman." U Bahorani ikki qo'li bilan mahkam ko'tardi. Go'yo umri davomida faqat shu vazifaga tayyorlangandek. Qizning boshi uning yelkasiga tegib turar edi. Yodgorshoh yurak urishidan tortib, tanasining har bir muskuli taranglashganini his qilardi. Bahora chuqur-chuqur nafas olib, Yodgorshohning yelkalaridan mahkam ushlab oldi. "Begim, tezroq, og'riyapti", dedi u yig'lab. "Bo'ldi jonim, bo'ldi. Biz endi uy ichidamiz. Hozir yotadigan joyga yetamiz", deya Yodgorshoh qizni ko'tarib, ichkari tomonga dadil qadam tashladi. Hovlining ichkari tomonidagi katta xonaga kirishi bilan Yodgorshoh Bahorani ohista to'shakka qo'ydi. Yodgorshoh uning qo'lini mahkam ushlab oldi. "Men yoningdaman, ketmayman hech qayoqqa", dedi qat'iy ovozda. Xonada sham yorug'i yonardi. Tashqarida tong, ammo uy ichida deraza yo'q ekani uchun qorong'u edi.
Bahora to'shakda ikki bukilib yotardi. Nafasi tartibsiz edi. Qornidagi og'riq esa qizni qattiq qiynardi. Yodgorshah esa xonaning o'rtasida bir zum Bahoraga tikilib qoldi. Uy atrofida hech kim yo'q. Yordam so'rashga odam yo'q. Doya kelgunicha kutishga imkon ham vaqt ham yo'q. Bahora tug'yapti, hozir tug'yapti. Ko'nglini vahima bosdi. Yo Xudo, dedi u o'ziga o'zi. Begim, qo'rqyapman. Hamma yerim og'riyapti. O'lib qolaman. Yodgorshah bu so'zlardan o'ziga keldi. U Bahorani yoniga cho'kkalab, qo'lini mahkam ushladi. Qo'rqma, men sen bilanman, dedi u nafasini rostlab. Biz buni uddalaymiz. Hozir men yoningdaman. Uzun bolani tug'dirib olaman. Yodgorshah bir zumdan so'ng sakrab o'rnidan turdi. Xonani ko'zdan kechirdi. Doya kelmagani uchun tug'dirishdan oldin qilish kerak bo'lgan ishlarni o'zi bajarish kerak edi. U eski sandiqni ochib, toza oq mato, pichoq, ip izlab topdi. Pichoqni olib ko'zdan kechirdi. Biroz o'tmasroq, lekin boshqa iloji yo'q edi. Uni ko'ksiga ishqalab, kiyimning etagiga bosib, o'tkirlashga urindi. So'ng idishga suv to'ldirib, uni o'choqqa qo'ydi. Bularning hammasini shoshib, qo'llari titragan holda qilar edi. Bahora esa to'shakdan qillab yotar. Har bir og'riq to'lg'oqni kelganda tanasi taranglashib ketardi. Suv, dedi qiz bechora ingrab. Hozir sabr qil Bahora, aslo kuchanib yuborma. O'qitdingmi, jim yot. Hozir suv beraman, faqat qimirlama. Yodgorshah yugurib borib idishdan suv olib keldi. Bahoraga tutqazdi. Qiz zo'rg'a bir ikki ho'pladi. Og'riqlar kuchaya boshladi. Bahora tizzalarini bukib, belini ko'tarmoqchi bo'ldi. Oyoqlaringni bir-biridan ajrat. Ha, shunday, dedi Yodgorshah past ovozda. Bahoraning ko'zlari yoshga to'lib, Yodgorshahga tikildi. Nafasi tartibsiz edi. Chuqur-chuqur nafas olib, dod solgancha yig'lardi. O'lib qolaman. Yo'q. Yodgorshah Bahoraning yelkalarini qattiq ushladi. Sen o'lmaysan, sen kuchlisan. Shu payt Bahora qattiq baqirib yubordi. Og'riq shu darajada kuchli ediki, qizni butun tanasini zir titratardi. Yodgorshah uning oyoqlari orasiga qaradi. Bolakayning boshi ko'rina boshlagan edi. U shu lahzada qo'rquvni unutdi. Qo'llari mohirlik bilan harakat qildi. Bahora, nafas ol, chuqur-chuqur, yana kuchan, dedi u baland ovozda. Bahora oxirgi kuchini yig'ib, bor kuchi bilan baqirdi. Xona ichini bolaning uvullagan ovozi to'ldirdi. Yodgorshah qo'llarida mayin, issiq ho'l jismni his qildi. Yodgorshah darhol matoga urib, bolaning og'zini tozaladi. So'ng qizaloqni ko'ksiga bosdi. Bahora, qara, qiz dunyoga keldi, dedi u titroq ovozda. Bahora charchoqdan holsiz bo'lib, ko'zlarini arang ochdi. Yosh to'lak, lekin tabassum aralash bir nigoh bilan qaradi. Qizmi? Dedi u xo'rsinib. Yodgorshah bosh irg'adi. U hali kindikni kesish kerak edi. Yodgorshah pichoqni qaynoq suvga botirib, tezda dezinfeksiya qildi. So'ng ipni olib, kindikdan bir qarich masofaga bog'ladi. Qo'llarini titratdi. Xudo o'zi qo'llasin, dedi u va pichoqni bosib kindikni kesdi. Kesilgan joy yana ip bilan mahkam bog'landi. Yodgorshah so'ng Bahorani qoldirib, qizni xona chetidagi oq mato yoniga olib borib, unga qizni uradi. Yodgorshah qizni oq matoga yaxshilab o'rab bo'lgach, Bahorani yoniga qaytdi. Bahora bolani ko'rganida ko'zlaridan yosh oqib ketdi. Mening qizim. Bizniki, dedi Yodgorshah bo'g'iq ovozda. Bahora go'dakning yuzini kafti bilan ohista silab qo'ydi. Ammo u juda charchagan edi. Ko'zlari yumilib qolar edi. Yotaver Bahora, men bolani yuvishim kerak, dedi Yodgorshah. Yodgorshah qizaloqni ehtiyotlab ko'tardi va tashqariga chiqdi. Hovli sovuq edi. U yog'och tovoqda issiq suv tayyorlab qizaloqni yuvdi. Bolaning terisi issiq, mayin edi. Yodgorshah uni juda ehtiyot qilar, qo'llari hali ham titrar, lekin harakati mehr bilan to'lib toshgan edi. U qizni yuvib bo'lgach, toza oq yopinchiqqa uradi. Sen mening birinchi farzandimsan, dedi u shivirlab. Sen uchun ham, onang uchun ham jonimni beraman. U qizaloqni bag'riga bosgancha xonaga kirib keldi.
Bahora to'shakda yotardi. Rangi oqarib ketgan, lekin ko'zlarida sokinlik bor edi. Bolani qulog'iga azon aytish kerak. Bahora, shom yaqin. Qanday ism qo'yishni istaysiz, begim? Xonada sokinlik hukmron edi. Boyagi yig'i ovozi, turli shovqinlar o'rnini sukunat egallagandi. Sham bir maromda yonar. Bahoraning charchoqdan bo'shashgan nafaslari xonaga arang eshitilib taralardi. Yodgor shoh avval Bahoraning ahvoliga qaradi. Qizning rangi oqarib ketgan bo'lsa-da, ko'zlari ochiq. Farzandini bag'riga bosib yotardi. Yodgor shoh qizaloqni ehtiyotkorlik bilan Bahorani bag'ridan olib, yonidagi choyshab ustiga qo'ydi. So'ng to'shakni asta-sekin ko'tardi. Namlangan joylarini toza mato bilan almashtirdi. Har bir harakatida ehtiyotkorlik ko'proq edi go'yo. Yodgor shoh, dedi Bahora past ovozda, jim yot. Yodgor shoh qizaloqni qo'liga oldi. Tashqariga chiqib, yana idishda iliq suv tayyorladi. Sovuq kechada issiq suvdan chiqqan bug' yuziga urilib, u bir lahzaga o'yga toldi. Vaqt ham o'tib ketgan. Bugungi kun Yodgor shoh uchun og'ir o'tgandi. Men otaman endi. Yodgor shoh mayda kaftini suvga botirdi. Qizaloq ohista ingrab qo'ydi. Yodgor shoh uning tanasini yuvib, qo'llari bilan muloyim artdi. So'ng toza oq matoga o'rab, chiroyli qilib bog'ladi. Bahora tug'ilishidan oldin xuddi shunday oq matolar tayyorlab qo'ygan edi. Hikoyamizning davomi keyingi qismlarda. Bizni kuzatishda davom eting va obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.